or nomus qurboni. 18 yoshli qizning boshidan o'tgan haqiqatlar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ibratli videoroligimiz YouTube tarmog'ida keng tarqalishi uchun o'z hissangizni qo'shing. Like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Sevinch 18 yoshga kirganida uylariga sovchilar kela boshladi. Sevinchning ota-onasi qizini hali yosh deyishdi. Boshqa bahonalar qilishdi. Oxiri sovchilar to'yini kelasi yil qilamiz, faqat ishonib qo'yaylik deb qizni fotihalab ketishdi. Bir necha kundan keyin Sevinchning qorni burab og'riy boshladi. O'tib ketar deb o'yladi, lekin bunday bo'lmadi. Oxiri dardga chida olmasdan onasiga aytdi. "Esing joyidami sen qizni? Fotiha qilingan qiz kasalxona yurar ekanmi? Mana og'riq qoldiruvchi dori ich. Shuni ichib yursang o'tib ketadi", dedi onasi. Sevinch onasi bergan dorini ichib sal o'ziga keldi, lekin og'riq kundan kunga og'irlashib borardi. Dorini ham har kuni iste'mol qilar edi, lekin og'riq kundan kunga kuchayib borardi. Dorilar ham ta'sir qilmay qolar edi. Sevinch oxiri onasiga yana aytdi. "Doktorga boraylik, og'riq kuchayyapti" deb. Onasi kechki ovqatdan keyin oila a'zolariga qizning qorni og'riyotganligini aytdi. Doktorga uchrashaylik deb Sevinch qo'ymayotganligini ham aytdi. Dadasining jaqli chiqdi. "Birgina qorin og'rig'i deb doktorga borar ekanmi? Qudalar oldida nima degan odam bo'laman? Quloqma-quloq ularning ham qulog'iga yetib borsa, qizi kasal ekan, doktor yurar ekan deyishmaydimi?" Sevinchning akalari ham dadasining gapini ma'qulladi. Sevinch endi dorilarni ektalab icha boshladi. Mana bir amallab to'y kuniga ham yetib oldi. Bir yil ichida uyi aptekaga aylanib bo'lgan edi. To'y kuni ham biroz chidab o'tirdi. Dori ichishga qo'rqdi. Axir uning dori ichib yurishini bilishsa nima bo'lar edi? To'ydan bir hafta o'tib Sevinch yotib qoldi. Yangi kelinni kasalxonaga olib borishganida afsuski juda ham kechikishgan edi. Oddiy kasallik zo'rayib Sevinchni hayotini yemirib bo'lgan edi. Bir kundan so'ng Sevinch dadasining qo'lida jon berdi. "Dada, oyi, mana sizlarning yuzlaringizni yerga qaratmadim. Qaddingizni bukmadim. Akalarimning ham or nomusi deb kasallimni hammadan yashirdim. Endi mendan rozi bo'lingizlar. Axir turmush qurdim, ortiqcha gap so'zlarsiz." Sevinch shunday deb jon berdi. Kasalxonani onaning faryodi larzaga keltirdi. Shuning uchun oddiy kasal deb hech qachon bee'tibor bo'lmangizlar. Videoroligimiz ma'qul kelgan bo'lsa, albatta izohlarda o'z fikringizni yozib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.